Kun yaxshi bo'lsin, Patik Zaynalabidovna. Yaxshi bo'ling'iz. Kitobxonada Ahmad Chachayevning Ikki qanot degan chebir adabiyot kitobi bormi? Bor, выставкада bor kitobi. Sen qaysi klassni o'quvchisisan? 8-V klassni o'quvchi qiziman. Qara kartochkama. Eldarxonova, sen bizga alda ko'p kelding kitob o'qimaga. Hali ne bo'lgan? O'quvim ko'p. O'quvim ko'p. Yaxshi. Yuri bor qarayib выставкаga. Aygul, sen tilеген kitob. Ahmad Chachayevning kitobi "Два крыла" по-русски yozilgan, ikki qanot umcha. Kitobni o'qigandan so'ng sen dag'da kelib, kitobni olib o'qishaqqa yuri yasayap kitobini. Qayda bir kitobni? Aygul, şu kitobni o'qib bitgan so'ng biriga edim, uyda qo'yib qo'yma. Keltirib o'qib bitganini qaytarib bersak kitobxonaga. Yaxshi yo'q.